Biling, hozir esimdan chiqib ketdi. Endi qanaqa atir qo'shmoqchi edim. Mijoz uchun tanlab bergan va eng ko'p maqtov olgan atir moyingiz qaysi? Xo'p, bunaqa holatlar bizda juda ham ko'p bo'lgan. Lekin oxirgilarni eslaydigan bo'lsam, bu Gab atiri bo'lgan. Garmon Parij Gab. Bitta mijozimiz kelganlar, ularga linkani podbor qilganmiz, ya'ni o'zlarining do'konlariga qaysi hitdan olishi, bizani tavsiya bilan ular buni tanlayotgandilar. Keyin ularga Garmon Gab Parij juda ham tavsiya qilib, qo'pol qilib aytganda, rosa tiqqanman. Oling deb. Keyin bir vaqt o'tdi, shu atirni sotish boshladilar. Ozgina muddat bir vaqt o'tgandan keyin aytayotdilarki, "Aka, menda eng ko'p ketadigan atir aynan shu Garmon Gab Parij atiri bo'ldi." Va hozir ham sizga bir necha xil atirlarni tavsiya etib keta olaman. Gab birinchi o'rinda, undan keyin albattagina Kserjev italyanskiy variantdan Tarini 21 degan atir olamiz. Juda ham chiroyli, azin shirasi bor bo'lgan, sitrusli, rostdan juda ham приятный bo'lgan hit. Va yana 3-o'ringa bu Creed Aventus Cologne. Legendarniy, hammaga yoqadigan, hammaning e'tiborini tortadigan, hamma tanigan Creed Aventus'ni yozgi, ya'ni letniy yengillashtirilgan varianti Creed Aventus Cologne bo'ladi. O'zim uchun ham yaqinagina keldi, atir qilib qo'ydim. Xudo xolasa, maturatsiya uchun xalzing qo'yib qo'ydim. Tayyor bo'lgandan keyin mazza qilib mana ham ishlataman. Xudo xolasa bu reelsga ham reaksiyani ham bildiradigan bo'lsangiz, like bosib, men ham juda ham xursand bo'laman.